Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz dindoshlar, mo'min musulmonlar. Bugun siz azizlar bilan ayni damda boshimizga soya solib kelayotgan Ramazon oyidan avval, hozir ayni damda biz bo'lib turgan Sha'bon oyining fazilatlari haqida gaplashamiz. Hozir ayni kunlarda biz Sha'bon oyidamiz. Xo'sh, Sha'bon oyi qanday oy? Bu oyning o'ziga yarasha fazilatlari bormi? Zero ushbu oydan so'ng Ramazon oyi keladi. Ha azizlar, Ramazon oyiga sanoqli kunlar qolmoqda. Lekin biz bu oygacha Sha'bon oyida nima ishlar qilishimiz kerak? Sha'bon oyi hijriy qamariy taqvimning 8-oyi bo'lib, Rajab va Ramazon oylari o'rtasida joylashgan. Bu oy to'g'risida kelgan ma'lumotlarni o'rganib ko'rsak, asosiy urg'u Ramazon oyiga ruhan va jismonan tayyorgarlik ko'rishga qaratilganini anglaymiz. Bu oyda odatdagidan ko'proq nafl ro'za tutish, Qur'on tilovat qilish va tungi ibodatlarga mashg'ul bo'lishga targ'ib qilingan. Usmon ibn Zayd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Ya Allohning rasuli, oylardan hech birida Sha'bon ro'zasidek ro'za tutganingizni ko'rmadim, dedim. U zot sallallohu alayhi va sallam, bu bir oyki odamlar undan g'aflatda qoladilar. U Rajab bilan Ramazonning orasida. Bu bir oyki unda amallar Robbil alaminga ko'tarilur. Men ham amalim ko'tarilayotganda ro'zador bo'lishni yaxshi ko'raman, dedilar. Imom Nasoiy rivoyati. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu oyni maqtamoqdalar. Va bu oy bandalarning amali Alloh taologa ko'tarilishini ta'kidlamoqdalar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amallari Alloh taologa ko'tarilayotganda ro'zador bo'lishlarini xush ko'rishlarini ham aytmoqdalar. Demak, bu oyda amallarimiz Alloh taologa ko'tarilar ekan, ayni damda biz qanday holatdamiz? Bu savolni o'zimizga beraylik. Solih amallar qilgan holatda bizning amallarimiz Alloh taologa yuzlanmoqligini biz ta'minlayapmizmi? Mana shunga e'tibor beraylik. Oysha onamiz roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yilning hech bir oyida Sha'bondagidek ko'p ro'za tutmasdilar. Imom Muslim rivoyati. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu oyda ko'proq ro'za tutgan ekanlar. Demak, biz ham u zot alayhisalomga ergishadigan bo'lsak, ko'proq Sha'bon oyida ro'za tutib olmog'imiz darkor bo'ladi. Tobiin Kufa shahrining faqihlaridan biri Habib ibn Abu Sobit Sha'bon oyi kirsa, bu qorilarning oyidir der edi. Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz alayhisalom, kim Alloh uchun bir kun ro'za tutsa, Alloh taolo uning yuzini do'zaxdan 70 yillik masofaga uzoq qiladi deganlar. Imom Buxoriy rivoyati. Demak, agar biz ushbu oyda Alloh uchun bir kun ro'za tutsak, Alloh taolo bizning yuzimizni do'zaxdan 70 yillik masofaga uzoq qiladi. Bu qanday ham katta baxt. Alloh taolo barchalarimizni avvalo do'zaxdan uzoq qilsin. Lekin ro'zaning bu yerda qanday katta manfaati borligini mana shu hadisdan ham bilib olishimiz mumkin. Demak, ko'proq nafl ro'za tutishimiz kerak. Dushanba kuni, payshanba kunlari iloji boricha, hech bo'lmaganda bir oyda, bir haftada 2 marta yoki 15 kunda 2 marta yoki bir oyda hech bo'lmaganda 2-3 marta ro'za tutsak, albatta bu nafl ro'za haqida gap ketyapti. Har bir tutgan ro'zamiz uchun do'zaxdan 70 yillik masofaga uzoq bo'ladigan bo'lsak, siz tasavvur qiling. Har bir tutgan nafl ro'zangizda siz do'zaxdan qancha masofalarga uzoqlashasiz. Sha'bon oyining 14-dan 15-ga o'tar kechasi Baroat kechasi deb nomlanar ekan. Ushbu tunda ko'plab osiy bandalarning tavbalari qabul bo'lib, gunohlari kechirilishi, rizqlar taqsimlanishi, bemorlar shifo topishi va undan boshqa fazilatlarga ega ekani borasida turli rivoyatlar bor. Ushbu rivoyatlar yakka holda zaif hadislar hisoblansa-da, hamma sanadlarni jamlab umumiy holda xulosa qilinsa,
shariatimizga ko'ra ushbu kecha fazilatli va barokatli kecha hisoblanishi ma'lum bo'ladi. Shuning uchun ham Abu A'lo Muhammad ibn Abdurrahmon Muborakfuriy Sha'bon oyi 15-tunining fazilati borasida bir qancha hadislar bor bo'lib, ularning majmuasi uning shariatda ishonchli asosi bor ekaniga dalolat qiladi degan. Mashhur mujtahid olim Imom Shofiy rahmatullohi alayh bunday deganlar: bizga yetgan xabarlarda aytilishicha 5 kechada duo ijobat bo'ladi. Juma kechasi, Qurbon hayit kechasi, Ramazon hayit kechasi, Rajabning 1-kechasi va Sha'bon oyining yarmidagi kechasi deganlar. Quyida bu borada kelgan ba'zi hadis shariflarni keltirib o'tamiz. Oysha onamiz radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni kechalardan birida yo'qotib qo'ydim. So'ng u kishini izlab chiqdim. Qarasam u zot Baqiyda osmonga qarab turgan ekanlar. Ey Oysha, Alloh va uning rasuli sendan chetlashidan qo'rqdingmi? Dedilar. Siz ba'zi ayollaringiz yoniga borgansiz deb gumon qiluvdim dedim. Albatta, Alloh Sha'bonning yarmidagi kechada dunyo osmoniga tushadi va Kalb qabilasining qo'ylari juni adadidan ko'proq kishini mag'firat qiladi dedilar. Imom Termiziy, Imom Ibn Moja va Imom Ahmad rivoyati. Demak, biz ushbu hadisdan Alloh taolo Sha'bon oyining yarmida dunyo osmoniga tushishi va Kalb qabilasining qo'ylari juni deganda o'xshatish nazarda tutilyapti. Qo'ylarning junining adadidan ham ko'proq kishini mag'firat qilish haqida xabar aytilmoqda. Bu ham Sha'bon oyining aynan o'rtalarida biz fursatni boy bermay ko'proq solih amal qilishimizga, roza tutishimizga, insonlarga yaxshilik qilishimizga va asosiysi ushbu kechada ko'proq tavba qilishimiz kerakligi haqida targ'ib bor. Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Alloh Sha'bon yarmidagi kechada qarab ko'rib jamiki maxluqotlarini mag'firat qilur. Magar mushrik va husumatchi bundan mustasno dedilar. Imom Ibn Hibbon Sahihda, shuningdek Imom Tabaroniy va Imom Bayhaqiy rivoyat qilishgan. Demak, biz Allohning mag'firatiga dohil bo'lishimiz uchun avvalo shirkdan uzoq bo'lishimiz kerak va boshqalar bilan husumatlashishdan ham yiroq bo'lishimiz kerak ekan. Ha azizlar, bugun ko'pchilik bir-biri bilan husumatlashadi. Agar Alloh taolo gunohlarni kechirishini, mag'firat qilishni xohlaysa, husumatlashgan odamlar bilan orani ochiq qilsin. Ya'ni ular bilan aloqani tiklasin. Hech kimning qalbidagina qudrat, kimdirga nisbatan adovat bo'lishi kerak emas. Aks holda Alloh taoloning mag'firatidan chetda qolishi mumkin ekan. Har bir mo'min musulmon demak shirkdan va husumatdan yiroq bo'lsak, aynan mana shu kunlarda Sha'bon oyining yarmiga kelganda ham Alloh taoloning tavbasidan umid qilib mag'firat so'rasak, Alloh taolo o'zi kechirar ekan. Shuning uchun fuqaholarimiz ham baroat kechasini ibodat bilan bedor o'tkazishni mustahab amallardan sanaganlar. Bu haqda Ibn Nujaym Masri rahmatullohi alayh bunday deganlar. Ramazon oyining oxirgi 10 kunligini, 2 iyitni, Zulhijjaning avvalgi 10 kunligini va Sha'bon oyining 15-kechalarini bedor o'tkazish hadislarda vorid bo'lganidek mustahab amallardandir deganlar. At-Targ'ib va Tarhib da bu haqda batafsil tarzda zikr qilingan. Kechalarni bedor o'tkazish degandan murod uni ibodat ila o'tkazish tushuniladi. Shuni ham alohida ta'kidlab o'tish lozimki, ba'zilar tomonidan baroat kechasida 100 rakatli namoz o'qilishi, unda Ixlos surasini muayyan adadda o'qilishi kerakligi haqidagi gap so'zlar asossiz ekanini ulamolarimiz ta'kidlashgan. Demak azizlar, ushbu oyni g'animat bilishimiz kerak ekan. Ushbu oydan imkon qadar ko'proq foydalanib olaylik. Hozir biz ayni Sha'bon oyida turibmiz. Bu oyning fazilatlaridan bahramand bo'laylik. Robbimiz barchamizga Sha'bon oyini munosib o'tkazishimizga yordam bersin va Ramazonga ham chiroyli, gunohlardan pok holatda yetkazsin.
Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.